Bir kuni qishloqqa borganimda janoza ustidan chiqib qoldim. Marhum tanish edi. Bordim. Imom foniy dunyoning o'tkinchiligi haqida ma'ruza qildi. So'ng marhumning bo'ynida qarzi bor yo'qligini so'radi. Tobut yonida rahmatlining amakilaridan biri turardi. Odatda bunday paytlarda qarz berganlar indashmaydi. Har qalay voz kechib yubormasa ham haq talashishning mavridi emasligini bilib sukut saqlashadi. Lekin imom ham shu yerlik bo'lgani va marhumning bo'ynida juda ko'p qarzi borligini va qaytarilmagan qarzlar uchun marhum qattiq azoblanishini inobatga olibmi, savolni qayta bera boshladi. Qarz berib turganlardan biri marhumning savlat to'kib turgan boy amakisidan najot kutib, marhum mendan qarzdor edi. Bunga guvohlarim ham bor dedi. Imom talabgorga qaradi va qarzi qanchaligini so'radi. Talabgor bor dardini to'kib soldi. U so'zini tugatar-tugatmas uning yoniga yana boshqa bir talabgor keldi. Imom marhumning amakisiga qarab murojaat etar-etmas talabgorning soni ortdi. 6 kishiga yetdi. Ularning aytishi bo'yicha marhum o'tgan yili hammaning piyozini baholab nasiyaga olgan va vagonga ortib Rossiyaga olib ketgan. Yo'lda piyozlarni sovuq urgan. To manzilga yetib bozorga tushirgunlaricha piyoz muzlab, chirib, ishlatishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Sasib ketgan piyozlarni sotish tugul yonidan pul to'lab chiqindi to'kiladigan joyga ortib borib tashlashgan. Bir oy yurib zo'rg'a uyiga qaytib kelgan. Uyga qaytgach esa piyoz bergan dehqonlar har kuni birma-bir kelib haqlarini talab qilaverishgan. Uydagi hamma narsa sotib tugallansa-da qarzning o'rni qoplanmagan. Oradan 1 yil o'tsa hamki o'zini o'nglolmagan odam shu bo'yi o'zini o'nglolmay yurak o'ynog'i bilan olamdan o'tgan. Hozir biz o'sha odamning janozasi ustida bo'layotgan janjalning guvohi bo'lib turgandik. Imom marhumning amakisidan qolgan qarzlarni to'lashni o'z bo'yningizga olasizmi? Marhum go'rida tinch yotsinmi deya baralla ovoz bilan so'radi. Amaki indamadi. Imom yana qayta so'radi. Amaki, bu juda katta miqdordagi pul. Men mas'uliyatni bo'ynimga olib, Xudo oldida yolg'onchi bo'lib qolishni istamayman. Ana, marhumning o'g'li bor. Omon bo'lsa balki bir kun uzilib ketar, dedi. O'rtaga marhumning o'g'li chiqarildi. U chopon kiyib, belini bog'lab olgan 10-12 yoshlardagi bolakay edi. Bolakay aftidan gap nimadaligini tushunib turardi. Mayli, men otamning hamma qarzlarini bo'ynimga olaman, dedi. Odamlar orasida norozi ohangdagi gap so'zlar eshitildi. Bu qachon katta bo'ladi-yu, qachon pul topib haqimizni to'laydi. Imom ham o'z vazifasini ado etib bo'lganini anglaganidan yelkasidan tog' ag'darilganday shosha-pisha janoza o'qishga tushdi. Lekin bo'lib o'tgan holat juda ayanchli holat edi. Bunday savdo hech kimning boshiga tushmasin. O'z hayotini bunday yakunlanishini hech bir bandanga ravo ko'rma, ey Tangrim. Janozadan so'ng tobutni yerga qo'yar ekanmiz, hamma bir siqim tuproq olib, go'ringda tinch yot. Alloh mushkulingni yengil qilsin deb duo qilib lahatga tashladi. Shunda qarz berganlardan biri baland ovozda: "Shu odam bizning qarzimizni to'la olmay olamdan o'tdi. Qarz o'rniga jonini berdi. Men bergan qarzimdan kechdim. Shu odam go'rida tinch yotsin. Qiyomatda men uchun yarim tanasi kuygan holda tirilmasin. Tanasi butun bo'lib tirilsin. Alloh yo'liga bag'ishladim", dedi. Uning bu gapidan ruhlangan keksa oqsoqollar barakalla, balla,
umring uzun bo'lsin. Qani yana kim bor qarzdan kechadigan deya sado berdi. Qarz berganlar birin-ketin men ham kechdim. Shuncha pulim bor edi. Baridan o'tdim deya rozilik berishdi. Butun jamoat xuddi boshlaridan tog' ag'darilganday yengil tortdi. Go'rga tuproq tashlovchilarning ketmon tortishlari jadallashdi. Xulosa o'zingizdan.